sahna faoliyatiga aylantirib kelgan inqilob. Abdurimjon Abdurashid. 11-bob. Har qaysi alladagi da'vo sepida ko'rilayotgan real ahvollar. Reallik ochiqdir. Uningdan o'zini qochirganlar texmo battar oqibatlarni qabul qilishga majburlanadi. Millatni so'kish, millatni ayblash, millatdan illat izlash yaxshi odatlardan emas. Bulutmu Uyg'ur millatidak dushmani tarafidan yo'qotilishga mahkum bo'lgan. Do'stlari tarafidan tunilmas holga kelgan. Qarindoshlari aldab tajlaydigan, dindoshlari kamsitadigan, dunyoda yolg'izsirab o'zidan o'z kishilari tinib qochayotgan. Tarixdami tangdishi bo'lib boqmagan, navbatdagi vaziyatidami dunyoda yana bir taqdirdishi bo'lmagan bundaq bir millatni qamchilash zolimlikdir. G'ajilash hayvonlikdir. Ammo millatning yo'lidagi halokatni ko'rib turib, sukut qilish bo'lsa xiyonatdir. Shuning uchun millat to'g'risida gap qilganda ehtiyotni unutmaslik ham jur'atli bo'lish lozim. Qat'iy diqqat qilishga tegishli yana bir narsa shuki, ma'lum guruhning, ma'lum eqimning, shuningdek ma'lum shaxslarning kamchiligini, xatoligini ko'ribla bu millat mana shunday zodi bu millat tuzalmaydi deb voy selish. Tüptün xato bo'lib qolmasdan, shundoq so'z iborini qo'llangan kishining millat tushanchisida masala borligini ko'rsatib berdi. Shuningdek ma'lum guruhni, ma'lum eqim, tashkilot va shaxslarni tanqidlagan, ayblagan kishiga qarata millatni tanqidlayay deb qarisiga cho'qon ko'tarishmi normal inkas qatoriga kirmaydi. Balki u millat bilan guruhini, millat bilan yak shaxslarni qasddan aralashtirib, tanqid qilganlarga qarshi ig'vo paydo qilganlikdan boshqa narsa emas. Ba'zi bir guruhlar, shaxslar qasddan yoki boshqa bir maqsadni ko'zlab xato yo'lga qarab bo'lsa, millatga foydasiz, milliy manfaatga foydasiz ishlar bilan shug'ullansa, uni tanqid qilish, ommaviy so'rinlarda oshkorlash, jamoat fikriga sunish albatta noto'g'ri ish bo'lmasdan, balki muhim majburiyatlarning biridir. Bu vaqtda o'tirib qo'yilgan fikr orqali vatan sirtida 1992-yildan e'tiboran shakllanib, kuchlanib, keyincha urf-odatga, madaniy faoliyat tusiga aylanib qolgan vatan qutqizish eqimida saqlanayotgan bir qadar masalalarni yuritishga tirishilar. Muajiratga vatansuyar, millatsuvar Uyg'urlar 1992-yildan 2017-yilgacha bo'lgan to'g'ri 25 yil ichida qaysi natijalarni qo'lga keltirdi, nimalarni yo'qotdi, nimalarni yo'qotishi mumkin degandek mazmunlarni markaz qilgan holda o'zimiz guvohchi bo'lgan va buningdan keyin yuz berish ehtimoli faraz qilingan ba'zi bir ochiq haqiqatlarni ko'rib chiqaylik. Kitobning bosh qismidan mushu bobgacha bir qism muhim ulgulik hodisalarni bayon qildim. Millatimiz shundaqla vatan ichidagi butun xalqimiz to'rt ko'zi bilan kutgan, zoriqib yo'liga talmurgan, chet eldagi o'zimizning ichki ahvolimizni va tashqi vaziyatimizni bir qadar tafsiliy tushuntirishga tirishdim. Lekin texi ochiq so'rinlarda deyilmagan, xalqimiz ommaviy shaklda ma'lumotga ega bo'lishi zarur bo'lgan bir turkum masalalarni kitobning mushu oxirgi bobida bayon qilishni muvofiq ko'rdim. Biram natija yaratish maqsadida o'zi ixtiyori bilan chet elga chiqib yerlashib qolgan Uyg'urlarni Xitoyning jazosidan qutulish uchun, Xitoyga qarshi biror harakatga qatnashish uchun chet elga qochib chiqqan Uyg'urlarga silishtirg'ili bo'lmaydi. Shuningdek, har qaysi rayon, qit'a va davlatlardagi Uyg'urlarning ahvolini bir tayoqda haydab, hammaga bir xil o'lcham bilan qaragandimi to'g'ri baho bergili, to'g'ri xulosaga erishgili bo'lmaydi. Shunga oldi bilan muhojir Uyg'urlarning kelib chiqishini ayirib olib, uningdan keyin baho berishga, fikrimizni o'ttirib qo'yishga to'g'ri keladi. Buni tuvandagidek bir qancha nuqtaga yig'inchoqlashimiz mumkin.
Birinchi, O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning 25 yili qanday jarayonlarni besib o'tdi? Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston qatorliq davlatlarda Uyg'urlar ko'p ham jamoatchilik o'm shaklda yashab kelayotganligi hammaga ayon. Bu davlatlarda Uyg'urlar birinchi 5 yilda, ya'ni 92-yildan 97-yilgacha Uyg'uristonning mustaqilligi uchun siyosiy jihatdan bir tutash tashkillanish, o'zlari turayotgan joylarda milliy madaniyatni rivojlantirish, ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan kollektivga, tashkilotga uyushish, yosh o'smirlarni milliy kimlik bilan tarbiyalab qatoriga qo'shish qatorliq taraflarda yutuqlarni qo'lga keltirdi. Ajdodlarning tarixini o'rganish, tushunish, imkoniyatlariga tez fursatda erishish, o'zlarini ko'chman his qilmaydigan yerlik millat, yer egisi deb beshini tik tutib yashash, haqiqiy oqsunak, birinchi sinf millat ekanligini joriy qildirib, yashash ro'yini namoyon qilishdi. Gerçi sani az bo'lsa-mu sifatlik, boshqalarning maslahatlarigidek hasadlarini qo'zg'ayolgidek alohida ko'zga chalikdi. Ikkinchi 5 yildan, ya'ni 98-yildan e'tiboran ishlar tamoman boshqacha burilish hosil qildi. Buningda ichki sabab ham tashqi sabab parallel rol o'ynaydi. Ichki sabab deganimizda, ya'ni takror aytishga majburmizki, bundaq to'zaqqa 21-asrning bo'sibisida odam bolasi tushmaydi. Ya'ni ichki sabab deganimizda Xitoyning chegarasidan halqib chiqiblar, qurolliq tashkillanib, vatanni ozod qilamiz va yoki dunyo kofirlarini yo'qotib, islom ichib, Taliban davlat quramiz degandek o'z mag'durlaridan million hassa eg'ir toshning ostida qasddan yanchilib bermoqchi bo'lgan azodchi yoki g'azotchi guruhlarning qisqa vaqt sodir qilgan harakatlari nazarda tutiladi. Tashqi sabab deganda O'rta Osiyo va Qozog'iston tavasida Uyg'urlarning ro'naq tepib, qad ko'tarishi vositli holda Uyg'uristonga ta'sir ko'rsatadiganligidan andish qilgan Xitoy bu joylarda Uyg'urlarning munqariz bo'lishini davlatning tashqi siyosatidagi va yaqin chegara rayonlaridagi turk masala qilib belgilagan. Shuning uchun ham Shanxay hamkorlik tashkiloti guruhini tashkillagan edi. Bu alladagi Uyg'ur tashkilotlarini gulinayotgan Uyg'ur iqtisodiy vaziyatlarini tizginlash uchun bu davlatlarga har xil nayrang ishlatib kelayotgan Xitoyga hal qilg'ich bir bana tepilishi zarur edi. Uningsizmi Uyg'ur tashkilotlari eg'ir besim ostida turayotgan paytda azodchilar bilan g'azotchilarning o'zaro to'qinishlari keyinchi deloning izini qo'g'layotgan yerlik saqchi xodimlariga chekilib qo'yishlari qatorliq nishonsiz harakatlar bahonasida Uyg'urlar xatarlik, Uyg'urlar rayon tinchligini buzgan terrorchi xalq degan milliy qalpoq butun bir millatning dishiga kaydirildi. Koni yangi, yerlik, uyoqdan chiqqan deb o'zaro farqlanib turgan barliq Uyg'urlar qor quyuq Xitoylik terroristlar degan batnom ostida nazorat qilindi va izchil tekshirish obyektiga aylandi. Bu davlatlar Sovet ittifoqining millatlar siyosatini davomlashtirib kelayotgan bo'lg'achqa, kishilarning pasport va kimliklariga ism familiyasi, jinsi, adresi yozilganidekla diniy e'tiqodi va millati yozilg'achqa, Uyg'ur kimligiga ega bo'lgan er, ayol, qari, yosh har qanday kishi terror gumondori bo'lib qattiq tekshirilgan. Jiddiy holat yurgizilgan vaqtlarda tutqun bo'lib, vaqtliq yig'ib tekshirish qamoqxonalarga solab qo'yiladigan ba'zi bir pasportni rejim mezgilida bo'ronga uchrab qolganlarni sening dokumenting yolg'on, setib olgan saqt pasport deb mutahamlachi qasddan Xitoyga o'tkazib berib, Uyg'ur bo'lib qolganiga dod tegizgan ahvollar odatga aylandi. O'zbekistonda yetishib chiqayotgan yosh bir avlod Uyg'ur farzandlari milliy kimliklaridan Uyg'urlikni o'chirtib, o'zbek, qoraqalpoq, tatar qatorliq kimlik qabul qilishga majburlandi. Chunki Shanxay ittifoqiga a'zo davlatlarda, xususan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq ellarda Uyg'ur bo'lishning o'zli jinoyat tarkibiga kirdi. Jinoyatchilar universitet va oliy bilim yurtlarida o'qishdan mahrum. Jinoyatchilar sayohat qilishga ruxsat yo'q. Jinoyatchilar yaktapovatdan boshqa
iqtisodiy ishlarni cho'ng ilgirlashga, burja shakllantirishga bo'lmaydi. Jinoyatchilar xalqaro cho'ng yig'inlarga qatnashishga bo'lmaydi. Jinoyatchilarning sayohat qilish dokumenti munosabatli o'rinlar tomonidan har qanday vaqtda tutib qilinsa bo'ladi. Yuqorida cheklamalar hech qanday qonun va siyosiy hujjatlarda yozilmagan. Ammo ijroati kaskin amaliylashdi. Dilbirim Samsaq xonim, Sobit Uyg'uri qatorliq Uyg'uriston mustaqilchilari Shot Abbosdek iqtisodiy sohada ko'zga chiliqqan Uyg'urlar suiqasd bilan o'ldirildi. Yig'ib aytganda, O'rta Osiyo va Qozog'istondagi Uyg'urlar ig'ir bisim va cheklama ostida Uyg'urcha milliy kimliklarining qayg'usida yashamoqda. Ikkinchi, Turkiyadagi Uyg'urlarning 25 yili qanday jarayonlarni besib o'tdi? Uyg'urlar Turkiyaga ommaviy shaklda tunji qatim 1956-yilda ko'chib kelgan bo'lib, ularning ko'pchiligi Qaysarga yerlashtirilgan edi. O zamonlarda dunyoviy muqimsizlik ichida Turkiyami bir o'lish hassidor bo'lganligi uchun Turgut O'zalning islohot zamonigacha davomlashgan diktatorlik tuzumi ostida ko'chman Uyg'urlarni ehtiyot bilan kun o'tkazishga majbur edi. Shuning uchun Turkiyadagi Uyg'urlarning siyosiy jihatdagi dumbisi aptab ko'rgan davr Turgut O'zalning islohotidan keyin boshlangan deyishga bo'ladi. Ya'ni Turkiyadagi Uyg'urlar asosan 1992-yili Istanbulda Xalqaro Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriston Milliy Qurultiyi yig'ini chaqirish imkoniyatiga erishgan mezgillardan boshlab siyosiy jihatdan to'liq tashkillanish davriga kirdi. Uningdan burun qurilgan Sharq Turkiston vaqti va boshqa jamiyat derneklar bo'lsa, Turkiya hukumatining asos qatlam darajali xizmatni bajarish o'rnidek rol o'ynaydi. Biroq nurg'unlagan sabablar tufayli milliy qurultay kutgandek xizmat qila olmadi. Umi Turkiya hukumatiga qarashli vaqtlarning o'rniga tushib qoldi. Turkiyaning sirtidagi Uyg'urlarga rahbarlik qila olmadi. Ham tarkibiga qitilgan Uyg'ur tashkilotlarini yetaklay olmadi. Hatto Turkiyaga har yoqdan eqib kelayotgan Uyg'ur yoshlarini qurultayning qo'yniga ilib idora qila olmadi. Uning ustiga qurultayda vazifali ba'zi kishilarning 98-yillardagi azatchilar guruhiga munosabatli bo'lib qolganligi bahonasida atalmış Xitoyning besimi bilan shu chog'dagi Turkiya hukumati Uyg'urlarning tashkiliy faoliyatlarini qattiq nazorat ostiga olishi, Sharq Turkistonning ko'k bayrog'ining uchiq maydonlarda cheklanishi, Sultan Ahmad maydonidagi Aysa Yusuf Aliftekin xotir munbirini chiqib etishga hukumatning farmon tushirishi, ya'ni u munbarni chiqish uchun kelgan 4 mashinasining yo'lini Millatchi Harakat Partiyasining peshqadam rahbarlari to'sib, jon tikib to'xtab qolgan edi. Qatorliq vaziyatlar Turkiyadagi Uyg'urlarning tashkiliy jihatdagi umursizliklarni keltirib chiqardi. Turkiyadagi birinchi 5 yil muvaffaqiyatsiz, ikkinchi 5 yil cheklama besim ostida o'tib ketdi. 2002-yili Ak Partiyaning hokimiyat beshib chiqishi bilan yana bir qatim demokratiyaga yo'l ochilib, Uyg'urlarning qayta tashkillanishiga fursat hozirlandi. Uyg'urlarga qaratgan g'ayri rasmiy holdagi, ya'ni yushurun, viza cheklamasi, iqomat cheklamasi, vatandoshlik to'g'ritib qo'yilishi bekor qilinib, har tarafdan Turkiyaga to'planish fursati keldi. Natijada 2006-yili Sharq Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati qurildi. Bu tashkilot garchi xalqaro shaklda qurilmagan bo'lsa-mu, tez sur'atda xalqaro faoliyat olib berish imtiyozlarini tiklab, cho'ng bir markaziy tashkilotning shakliga keldi. Lekin 2012-yildan e'tiboran hijrat qo'shinlarining mutlaq ko'pinchisi Istanbulni asos qilgan holda Turkiyaga eqib kirishi bilan Turkiyada faoliyat qilayotgan barliq Uyg'ur tashkilot, jamiyat Uyg'ur tashkilot jamiyat vaqtlarining ritm va xizmat tartiblariga har xil besim keltirib chiqargandek ma'rif jamiyatining xizmat kun tartiblarini izdan chiqarayotgandek darajada salbiy ta'sir yetkazdi. Chunki ma'rif jamiyati bir yoqdan islom allariga vatan millatning dardini anglatish bilan shug'ullanganidek,
diniy sohaga oid kitoblarni uyg'urchaga tarjima qilib tarqatish, Istanbulga muhojir uyg'urlarning ijtimoiy ishlarini, din o'rganish, til o'rganish, ma'rif ishlarini yetaklash qatorliq muhim xizmatlarni ustiga elish bilan birga, ya'ni Istanbulga to'plashayotgan yangi musofir uyg'urlarning iqtisodiy jihatdagi qiyinchiliklarni qo'ldan kelishicha qamdab kelayotgan edi. 2013 yildan boshlab hijrat bo'rini uchirtib kelayotgan 10 minglagan uyg'urlarni o'rinlashtirish ishi erleri Suriye'deki kuşkanığı ketip, ilgisiz kalgan minglarca tul ayollarning, dadıları Suriye'de şehit bulup yetim kalgan neçe minglagan oğul kızlarning gemi, bıraklı ma'arif cemiyeti qatarlıq bir qancha Uygur teşkilatının üstüne düştü. Aslında kişi sanının az köp buluştan qat'i nazar, köçmenlerini orunlaştırış işi, devletinin muhacirlar ministerliğinin vazifesi bulup, ministerlikten töven teşkilatlar özüsüden çıqalaydigan adetki işlerden emas idi. Biroq her tarafdan eqib kelib özlükidan İstanbulga to'plashayotgan Uygur hicretçileri Türkiye devletiga chaqirilmagan, qarshi elinmagan mehmon sifatida tuzlik qilayotgan bo'lg'achqa, ularning hamma ishi Uygur tashkilotlariga yuklanib qoldi. Bu kadar ig'ir yukni ko'tarish mumkin bo'lmaganidek, tashlatish ham mumkin bo'lmaydi. Qo'ldan qanchalik kelsa shuni qilib turish aqalli mantiqlik talab bo'lsa-mu, lekin atalmış hicretçi ve cihatçılar arasında bir turkum vaziflik ig'vogarlar bilan ahkımın saddi ig'vogarlar muhitni qalayimqonlashtiryapti. Birleri Kur'an hadisini so'zlab fatvo o'qisa, birleri insoniy hissiyotni urg'utib to'xtat o'qiydi. Bunun üstüge 2012 yıldan başlap 2016 yılı 24 Ağustos'ta yani Türkiye armisi Fırat Kalkan harbiy hareketi başladıkça Türkiye hükümeti Suriye çigrasını içip koygan bolğaçqa Suriye'deki kuşkanığı kirip çıkış xuddi qoğulluqning çönükidek buluplu kaldı. Suriye'deki Halepi devletinde teşviqat hizmetini kılıvatkan yani Abnum rayonluq Komünistik Partiya teşviqat bölümünün vazifelengen yoki vositliq yollangan maoshliq Uyg'ur kadrlarning kundalik uchur vositalarida Uyg'urlarga qarata maxsus tashviqot yurgizib, Shamdagi xalifa davlatiga puqro bo'lganlarning davolanishi haqsiz, o'qishi haqsiz, bekorlik maosh, davlatdan bir tutash ta'minlaydigan ijorasiz o'ltiroq joy, Shamga kirgan kundan boshlab har qanday kishining hayoti to'liq kafolatga erishilganligi, boytaqlarni uylik qilib o'rinlashtiradiganligi, ishsizlik maosh bilan ta'minlanadiganligi, qatorliq qiziqtirishlari, tashabbus qilishlari İstanbul'dagi turmush qattiqchiligidan beshi qetib turgan Uyg'ur ko'chmanlariga qutulishning yo'lini ko'rsatib bergan bo'ldi. Shuning bilan Turkiyada jon beqish qiyin kelayotgan hijratchilar xotin bolalarni tashlab qo'yib Suriyaga yo'l olishdi. Yuqoridagi bir qator hodisalarning ma'rif jamiyati va boshqa Uyg'ur tashkilotlari hal qila olmagan masalani keltirib chiqarishi dal hijratchi qo'shini ichiga vazifali kirgizilgan ig'vogarlarni yetarli ig'vo sarmoyasi bilan ta'minlagan bo'ldi. Ya'ni ig'vogarlarning bir qismi Turkiyadan normal hayot kechirishni xohlab, o'ltiraqlashish va turmush qamdash halakchiligida yurgan Uyg'urlarning orasiga kirib, Türkiye'de bu teşkilatlarının kılgan hem işi özlerinin canını bekişten başka narsa emas. Hicret kılıp çıkan mığılgan kırındaşlarımızda ilgi bolmaydı degende kişilerin derhal tesir kılırgan sözlerini tarkıtıp teşkilat ve faaliyetçilerimizi xunuklaştırırsa yeni bir Türk'ün ig'vogarlar cihatçı kıyafetiga kiraverib Türkiye'de mollalar murtad. Ular cihatga inkar kılıdı. Suriye'ye berip cihatga qatnashishdan to'sidi. Ular ilmani, İslam devletiga, xilofat devletiga qarshi turdi. Ular millatchi, fosiq, ular kafir, fosiq, fajir, hamma Uyg'urga vatanni azod qilib, davlat qurib bermoqchi. Bu mollalar tog'ut, ularning orqasidan minish ozg'unliq deganda tugamas, bitmas pitibasat ig'vo tarqitib, ig'volarga Qur'ondan, hadisdan dalil o'qib,
Arab havaricilarining fatvolarını ko'tarib, bizning hidoyatlik o'limalarimizni jamoatdan, ommadan ayirib yetim holga keltirib qo'yishga tirishdi. Turkiyadagi siyosiy, diniy iqlimlarimizning tashkiliy o'rnini qizish uchun Xitoy istixboroti maxsus Turkiyaga kirgizgan vazifalik jasuslarga Türk istixboroti ko'z yumdi. Hatto Xitoy kirgizgan jasuslar xotirjam harakat qila oladiki, bizning mustaqilchi kishilarimiz Turkiya zaminidagi xuddi Xitoy chegarasi ichidagiga o'xshashla qonunsiz holda turmada yotmoqda. Abduqodir Yapchanning turmaga solinishi qonunsiz bo'lganidek, Abdul Akimxon Maqsumning tuyuqsiz ham gumonliq o'limiga ko'z yumdi. Demak, Türkiye'deki Uygurlar siyasi cihetin yani Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için teşkilenilmeydi. Ya ki teşkili cihetin ronak tapalmaydı. Ular 92. yıllardaki din avvalqidaki Türk hükümetinin hizmetini becirgan vaqtda Köçmenler Derneği qatarlıq asasi qatlam rolünü oynashga mahkum. Türkiye'deki Uygurlarning iqtisodiy jihatdan ronak tepishimi asosan yakka tijoratchilikdan halqib ketelmedi. 80 yillarning boshlaridan 90 yillarning oxirlarigacha taronchilar guruhi bir qadar ko'zga chiliqqan bo'lsa-mu, keyingi raqobatlarga qarshi tirab tura olmadi. Mushu 25 yil ichida Turkiyadagi yakka tapovatchi Uygurlar cho'ngroq hasdorlik guruhi shakllandira olmadi. Bunun ichki sababi bo'lsa, Uygurlar orasidan zamonning iqtisod taraqqiyotiga, dunyoning iqtisod yo'nalishiga baho berib, kishilarga maslahat ko'rsatadigan ilmiy guruh yetishmaganligidandir. Tashqi sababi bo'lsa, Turkiyadagi iste'molchilar qutula olmaydigan turmush qattiqchiligi, iste'molchilardagi iqtisodiy muqimsizlik, davlatning iqtisodiy siyosatining muqimsizligi, iste'molchilarning nesiga mol setilish an'anasi qatorliq bozor madaniyatidir. Hammamiz inkor qila olmaydigan yana bir masala bo'lsa, butun Turkiya miqyosida Uyg'urlardan davlat ma'muri chiqolmadi. Biror partiyada ko'zga chiliqidek o'rinda Uyg'ur yo'q. Buningdagi sababni o'zimizning izlash yo'lsizlik bo'lib qoladi. Chunki natijaning oldida ikki sabab bo'lib, uning biri tirishchanlik, yana birisi fursat. Tirishchanlik fursat bilan uchrasha olmasa, kutgandek natijaga erishish mumkin emas. Urumchida Avtonom rayonga bosh nazir bo'lgan Uyg'ur, Qozog'istonda bosh ministr bo'la olgan Uyg'ur, Qirg'izistonda Millatlar komitetining raisi, davlat raisining bosh maslahatchisi bo'la olgan Uyg'ur, nemishqa O'zbekistonda, Turkiyada biror nohiyga amaldor bo'la olmaydi? Chunki O'zbekistonda o'zbek, Turkiyada turk bo'lib ketishi shart. Undaq bo'lib olish O'zbekistonda davlat tarafidan majburlansa, Turkiyada ijtimoiy muhit majburlaydi. Masalan, Qozog'istonni o'z ichiga olgan holda butun O'rta Osiyo rayonlarida hech qanday bir Uyg'ur ismining orqasiga Mehmet Qozoq, Rahmon Qirg'iz, Saud O'zbek degandek bir millat nomini qo'shib atib olmaydi. Nimishqa? U yerdagi Uyg'urlar o'zlarini boshqa xalqdan ustun ko'radi. Ham o'zlarini ko'chman, yersiz his qilmaydi. Turkiyada bo'lsa butunlay aksicha. Hatto Uyg'ur turki degandek yerim beqindi millat holiga tushiriladi. Shuning uchun kishilar o'zlarini tabiiy holda kichik ko'radigan, ikkinchi sinf puxra his qiladigan, tushkun bir milliy kayfiyat tuyuqsiz shakllanadi. Turkiyada bunday vaziyatning davomlashida yana bir muhim sabab shuki, Turkiya davlat tuzumida farovonlik yordam ishlarini hokimiyat qatlamlari bevosita bajarmasdan, balki hukumatga bevosita qaramaydigan ijtimoiy yordam jamiyatlari, xayr-siyar jamiyatlar, vaqtlar o'z oldiga yordam to'plab, ehtiyojli kishilarga tarqitib beradigan bo'lg'achqa, olgan qo'ldan bergan qo'l ustun turg'achqa, ko'chmanlarning hayoti tunji qadamlaridan boshlablar yerli xalqning yordamiga bevosita uchirgan bo'ladi. Shuning bilan Turkiyadagi ko'chmanlar yerli turk xalqining hisdoshligi, xayrixohligi ve sadiqi yordamlari bilan turmush qamdigan. Agar yerli turk xalqi yordam qo'lini uzatmasa, uysiz, makonsiz, och-yalang'och qolgan bo'ladi. Bundaq hissiyat Turkiyada pul tepib,
millioner bo'lib ketgan ko'chmanlarning yuragidami chunqur o'rnab qoladi. Turk xalqiga mangulik qarzdordek, ularning oldida bir o'zining o'rnini tuvan qatlamdan izlash tuyg'usi mangu hukm suradi. Yuqoridagi bir qadar amaliyotlar nima uchun Turkiyada hozirgacha ma'mur o'rinlarda Uyg'urlarning yo'qligini tushuntirib bera oladi. Agar bundaq vaziyatni o'zgartirish kerak deyilsa, o'zining Uyg'urligidan tal-tukis qutulib ketish lozim. Xuddi ismlarining orqasiga turk qo'shimchasini ulab atib olgandek, ko'nglidagi, zehnidagi, ruhidagi, fikr tafakkurdagi Uyg'urlikni butunlay yuvib tashlab, men turk, vatanim davlatim Turkiya, Turkiyadan boshqa vatanim yo'q deb to'liq aqida, ixlos bildirganlar turk rahbarlaridek, turk siyosatchilaridek Turkiyaning milliy manfaati uchun qo'lini ilib yuziga yamlayaligidek bo'la olgandilar. Turkiyadami Uyg'urlar orasidan yuqori darajali amaldor, ma'mur, siyosiy arboblar chiqa oladi va o'zlariga loyiq o'rinlarga ega bo'la oladi. Demak, vatanimiz uchun yoki Turkiyada o'ltiraqlish qilayotgan Uyg'urlar uchun Turkiyadan cho'ng bir muvaffaqiyat kutolmaymiz. Shuningdek, Turkiyada tirikchilik qilayotgan Uyg'urlardan va tashkilotlardan hozirgidan ortiq natija ko'rish xiyolparastlik bo'lib qoladi. Davomi bor.